Buvi, qornim ochdi. O'zi ota-onangni bugun ko'mib kelgan bo'lsak, qanaqasiga seni qorning ochadi? Bunaqa paytda odam tomog'idan hech narsa o'tmaydi. Seni oshqozoning quduqmi, nima balo? Ertalabdan beri hech narsa yemadim-da. Kechki payt ovqat bo'ladi, shunda yeysan. Ozgina bo'lsa non bering, buvi. Bor, kirib damingni ol. O'zi pulimni yo'qotib qo'yib nima qilishni bilmayapman. Ro'zg'orni tejash kerak. Turishini qaranglar buni. Bunga onasi xo'p deyishni ham o'rgatmagan. Xo'p. Qorning ochsa bor, suv ichib olib yotgin. Men senlarga nima dedim a? Gapir. Nima qildinglar? Maktabga borma desa, nima qildinglar? Indamay ketvordinglar. Meni shunaqami? Mensimadingmi meni? Senga gapiryapman. Opamga deyman. Darsan qololmaysanmi? O'chirasan. Mana senga. Ana men opamni. Qo'lingni ol. Sen o'zingga ketib, tiling chiqdi, sen bo'ladi. Darsmi? Shumi? Daftaring? Shumi? Ha? Shumi daftaring? Yomon odamlarni qo'lda qoldik. Gap sotib o'tirmasdan tez-tez yursangchi, ichkarida idish-tovoq yetishmayapti. Tog'a, charchab ketdi, ozgina dam olaylik. Nega dam olasan? Kechqurun dam olasan.